Esselamu Aleyküm küçük dostlar. Ben Hümeyra. Endi biz Ebru sanatı ep geldik. Kedirgan materiallar nima ekan? Süt, boyak, Yanachu. Qach yuz suyuqligi ko'zdan. Qach yuz suyuqligi va quloq baxtisi. Andinchu bu aynak qachidan birini. Ma boyaq deganda biz uyda bor bo'lgan yemeklik boyaqini qo'llandik. Meyerdagi suluq boyaqlar bordi, buni ishiltib baqaylik dedik, ammo yaxshi chiqmadi. Shundaq bo'lsa sizlarga ko'z uchun bu yoq qo'yib qo'ydik. Ma boyaq bo'lsa normaldagi bizningki bu bo'yashda ishiltadigan suluq boyaq. Buni o'zim aralashtirib yasab, buni sinab baqay deb qilib baqdim, chunki uyda nim bo'lsa shundan bilan bir qilib baqaylik dedik. Bundan bek yaxshimi chiqib ketdi, ammo hozir sinab ko'rsatib qo'ymiz. Unda bo'lsa boshlamdik. başlayın. Sütni to'kkan Meyra. Ummaq dostum kirpijan. Düzü qubet